Yana bir bor o'sha daraxtlarga shakl berishini ko'rsatib o'tamiz. Ost qismidagi mana o'sha erkak norang novdalar to'liq olib tashaladi. Daraxtning yoshiga bog'liq, chunki daraxtning yoshi 5 yoshga chiqqan. Mana shu o'rtamizlarigina ham taklarini olyapti. Mana shu novdalar to'liq olinadi. Keyin mana o'rtadagi erkak novdalar olinadi. Bu qanaqa daraxtlarga qilinadi? Bu o'sha g'ovlab ketgan, o'rtacha me'yordan ko'p o'sgan daraxtlarda novda olish usullari. Mana ustoz limonchilardan vaqtlarga yarashib mana shu novdalarni olib ko'rsatib beribdilar. Mana olganda ham tagini taqabroq olinadi. Keyin mana dehqonlarimizga ham iltimos qilamiz, simbag'az qilganda mana iplab kesgan, ularni ochib qaytib bog'lashlari kerak bo'ladi. Kesib yuborasiz. Mana biz kesib yubordik. Mana shu novdani demak erkak novdalari olinganning o'zida ham anchagina mana daraxt yengillab qoladi. Mana bu yerda esa mana ko'rsatib o'tamiz. Erkak novda haddan miqdordan ham ziyod erkak novdalar bosib qolgan. Buni nimaga ko'rsatyapmiz? Chunki ko'pchilik Nusrat aka iltimos shu limonni deydi, bitta daraxtini, ikkita daraxtini kesib shakl berib ko'rsatib bering. Mana shu katta novdalarni birinchi olib chiqish kerak. Bu faqat yana eslatib o'tamiz. O'sha g'ovlagan katta novdali daraxtlar uchun. Keyin mana ichida bor yana erkak novdalari olinadi. Mana bu yerda mana olib ketibdi. Mana keyin novdalarimiz kamaygandan keyin bu ekranga balkim aniq ko'rinmas. Limon o'zini shakliga kela boshlaydi. Mana bemalol oralab yurish mumkin. Qancha masalan novdani ko'p oladigan bo'lsak va olayotgan novdalarimiz yana ta'kidlab o'tamiz, o'sha erkak novdalar bor-ku, shu novdalar ko'proq bo'lsa limonimiz shuncha yosharadida hosili ham yirik bo'ladi. Bu sirni aytib o'tish kerak. O'sha hosilni yirik bo'lishi mana shu novdani, erkak novdani ayniqsa ko'proq olishga bog'liq. Chunki bu yerda masalan ba'zi bir limonlarimizni aytib o'tamiz, qoldirish kerak deb, bunga umuman qoldirish shart emas. Chunki o'zi miqdordan ortiqcha novdasi katta, mana pul berishni boshladi. Hormanglar. Mana odamni shogirdimiz Navro'z aka ham olayotgan novdalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana pastdagi erkak novdalar olinadi birinchi. Balkim ekranga chiroyli ko'rinmas. Keyin quriladi-da, banandakana past o'zidan bir 6 ta 8 ta novda oldi va yerga tekkan, mana yerga tekkan mevali shoxlar ham olib tashaldi mana. Hech qanaqa qo'nat qoldirmaslik kerak. Bizning fikrimiz shu, bizni agrotexnikamiz bo'yicha yerga meva tegmasligi kerak. Agar tegadigan bo'lsa, birinchisi saqlamaga bo'lmaydi, ikkinchisi o'sha mevalar kasal tushadi. Mana Navro'dagi iltimos yuqorini ham olib ko'rsatib bering. Mana yuqorida ham kamida 8 ta 10 ta o'sha erkak novdalar mavjud. Shu novdalarni o'zini olamiz. Biz deyarli ona shox mevalarga tegmaslikka qaror qildik. Chunki uni hojati ham yo'q. Faqat shu erkak novdalarni olib kamaytiramiz. Zarur bo'lganda esa qo'yamiz. 1-2 dona. Chunki bu yerda deyarli zarur emas, o'rtacha 3,5 metr, 3 metrga yetib qolgan limonlar. Mana chiroyli. Mana erkak shoxmagandan keyin chiroyli limonga aylandi. Erkak shoxlarni olib o'tamiz. Mana bu yo'q, mana oddiy limonga aylandi. Mana maqsad nima? Maqsad jon kuyishimizdan maqsad mana shu o'rtalardagi mana erkak novdalar, mana bu erkak novdalar to'liq olinadi. To'liq olingandan keyin limon hosil ushlashi yaxshi bo'ladi. Eslatib o'tamiz telefonlarimizni 93 476 40 20. Bugun biz Qashqadaryo Ko'kcharadamiz. Agar limon kestirmoqchi va maslahat olmoqchi bo'lsalar, Qashqadaryo xalqiga
telefonlarimizni aytib o'tdik.